Ha? Hayır. Vallahi. O ağır kendisinde. Makul başa yaptı borçlardı. Uzun yan kendisini yaksayamazdı ama küçük gerek. Bunu veremedi. Vermeye kılatışı gerek tamam. Yani yoğun bakmak istiyor. Bu da kılatışı lazım. Una aeroporto diretto a Pavia di Sen böyle yeni meslektesin. Kadın akvallıkı kandayken akvallıkı sen bir içmene tasarruf yok musun? Bunu akvallıkı çıkartıyorlar. Bunu akval algırsa bunun sokup bir yer bulmasında. Серьезно gaplar, qanday? Arzoq qilinglar, o'zingizga beqaror o'xshamasa keyin kelishlar. O'lmasin endi buncha pul ketdi, keyin yaxshi bo'lmaydi. Shuncha pul ketyapti, birinchi puldan gapirma. Qanday bunday yaxshi bo'ladi, bunday hamma narsani o'rganib chiqdi. Keyin nimasini tashlagan. Keyin bir nima qancha masalan nimani qilgan nima u переводчикка qancha ular farzandiy chiqib yana maslahatlashib gapirishayotgan odamlarim bordi. Men yana maslahatlashaman deb ko'p chiqamiz bu ishlar, ko'nglingiz to'q bo'lsin deb. Shu harakat qilib o'tiring, pulim yo'q deb yengib akayni yaxshi qiling deb bo'ldi. Uyda onasi ham operatsiya bo'lgan ekan. Ko'p ish bo'lgan yerda boradi, bilasan. Bu o'qishi hamma narsani aytyapti. Sen boraver bilasan. Menga aytdilar-da, qo'shilib rizq olmagin dedi-da. Bittasi aytdi, rizq olmagin dedi. Endi pulni yo'qotib qo'ygan dedi. Gap pulda emas dedi.